Xo'p, assalomu alaykum aziz ayollar, bizani kuzatib boruvchilarimiz. Mana bugun sizlarga juda ham ko'p eng qiziq savollar tushdi. O'sha savollar bo'yicha mehmon chaqirtirganmiz. Mehmonimiz oliy toifali shifokor Mamatqulov Elbek Abdumannopovich bo'ladilar. Bular hozirgi kunda bolalar tibbiyot markazida o'z faoliyatini olib boradilar. Kattalar va bolalar endokrinologi. Bugungi kunda bizani mavzularimiz juda ham eng katta global mavzulardan biri bu semizlik mavzusi bo'yicha bugun sizlarga ma'lumotlar berib bormoqchimiz. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar sizlar uchun manfaatli bo'ladi va hamma o'ziga kerakli bo'lgan savollariga javob oladi. Xo'p, Elbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun rahmat. Bugun o'sha iloji boricha kuzatuvchilarga foydali bo'lgan, tushunarli bo'lgan ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz va ularga foydali bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa. Demak, mana hozir Elbekka savol berishni boshlaymiz. Elbek, semizlik o'zi homilador bo'lish uchun to'sqinlik qiladimi? Ya'ni ayollarga ham, erkaklarga ham semizlik bo'lishi bepushtlikka olib keladimi? Semizlikni rivojlanishi uni darajasi ortgan sari endokrin va metabolik buzilishlarga olib kelishi mumkin va turli xil tekshiruvlarda, turli xil foizlarda bu to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham boshqa endokrin buzilishlar sababli bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Shunday tekshiruvlar o'tkazilgan semiz ayollarda o'rtacha 30% dan yuqori bo'lgan holatlarda bepushtlik, ya'ni homilador bo'lishga qiyinchiliklarga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Asosan bu o'sha semiz ayollarda insulin rezistentlikning yuqori bo'lishi va testosteron miqdorini oshib borishi va leptin va leptinni o'zaro ta'siri natijasida jinsiy gormonlarni buzilishi sababli ovulyatsiya jarayonlari va follikul yetilish jarayonlari buzilishi sababli bu bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri o'zi sabab. To'g'ridan to'g'ri og'ir daraja bo'ladigan bo'lsa olib kelishi mumkin. Odatda yengil darajalarda u to'g'ridan to'g'ri qarshi olib kelmasligi mumkin. Xo'p. Hozirgi kunda mana bizga juda ham ko'p murojaat qiladi klinikamizga. Asosan polikistoz kasalligi bilan juda ham ko'p ayollarimiz murojaat qiladi. Polikistoz kasalligida mana biz bilamiz, homilador bo'lish juda qiyin bo'ladi. O'sha polikistoz kasalligi bo'yicha ham siz nimalar deya olasiz? O'zi polikistoz kasalligi bu multifaktorial kasallik hisoblanadi, ya'ni olib keluvchi sabablar juda ham ko'p. Buni tarkibida ya'ni genetik moyillik, oshiqcha vazn, semizlik va o'z navbatida insulinni baland bo'lishi, jinsiy gormonlardan testosteronni baland bo'lishi, undan tashqari asosiy bu LG va FSG ni, ya'ni jinsiy bosh miyada gipofizdan sintez bo'ladigan gormonlarni mutanosibligi buzilishi sababli rivojlanadigan holat hisoblanadi. Ya'ni o'zi normada har oyda bitta yoki ikkita dominant follikula yetilib yorilishi kerak va u homilador bo'linsa, ya'ni homiladorlik rivojlanib ketadi. Agar homiladorlik kuzatilmasa, keyingi hayz sikli keladi. Ya'ni ayollarda shu sikl qaytarilib boradi doimiy. Polikistoz bo'lganda bitta har bir tuxumdonda ko'plab birdaniga follikulalar o'sadi va shuning natijasida u xuddi marjonsimon bo'lib tuxumdon atrofida terilgan bo'ladi va ulardan yagona bitta dominant follikula yetilib yorilishi qiyin bo'ladi va shuning natijasida har oy ovulyatsiya kuzatilmaydi va homiladorlik ham kuzatilmaydi. Natijasida keyingi hayz surilib ketishi yoki kelmay qolishi holatlari ko'p uchrab turadi. Hozirgi kunda mana bizani klinikamizga juda ko'p ayollar polikistoz bo'yicha murojaat qiladi. O'zim ularni ultrazvuk tekshiruv orqali tekshirib ko'rgan vaqtimizda o'sha bachadonni endometriy qavatini ingichka bo'lishi, bu ham o'sha gormonal fondi hisobiga bola ushlamaydi. Tuxumdonlarni o'sha o'lchamini katta bo'lishi bo'ladi, kuzatiladi. Juda ko'p ayollar mana shu narsadan aziyat chekadi, lekin o'shalarni kuzatgan vaqtimizda ko'pchiligi semiz qizlar bo'ladi. Shunday, sababi semizlik bo'lganda bu insulinning nisbatan yuqori bo'lishi va insulin o'z navbatida o'sha metabolik o'zgarishlarga va testosteron miqdorini oshishi esa bu o'sha akne yoki o'sha tuklarni ko'payishi, girsutizm kabi ya'ni erkaklarga xos tuklanishga sabab bo'lishi mumkin va undan tashqari ovulyatsiya bo'lish jarayoni buzilishi hisobiga homiladorlik tabiiy ba'zan qiyin bo'lishi mumkin. Keyin qarangda bizga mana shu murojaat qilib kelganda
gormonlarichi ba'zi payti mana semiz ayollarda ham tekshirtiramizda, butun gormonlarga yozib berganimizda gormonlar normada chiqadida. Gormonlarda unaqa kuchli o'zgarishlar bo'lmaydi. Shunday holatlarda biza baribir gormon xulosalariga qarab turib lecheniya qilmasdan klinikaga qarab lecheniya ham endi polikistozda именно polikistoz emas, например, semizlik bo'lgan holatda ham ayollar keladi, ozish uchun xohlab keldim deydi. Keyin biz unga ozishga gormonlarga yozib beramiz. Oldin gormonlaring ko'rib to'g'irlab olaylik, keyin gormonlarimiz joyidami, joyida emasmi, shunga qarab ko'ramiz. Даже 120 kilolik ayol murojaat qilib kelganda ham gormonlarda o'zgarish chiqmadi. Laboratoriyadan ham deb o'yladim. Boshqa joyga ham topshirtirdik. Ikkita joyda ham baribir gormonlar normada, lekin ayol juda semiz. Etishi bo'yicha xullas kalom ayol kam ovqat yeyman, lekin semirib ketyapman. Ovqatga bog'liq emas. Endi semizlik baribir bu o'sha kam ovqat yeyapman degan taqdirda ham u kam ovqat yeyotgan bo'lishi mumkin, lekin sarf, ya'ni kilokaloriya sarfi kamroq bo'lishi mumkin. Bu semizlik qachonki rivojlanadi, o'sha tashqi muhitdan yoki oziq-ovqat bilan kilokaloriya tushayotgan kilokaloriyaga nisbatan sarf kam bo'lganda u yog' to'qimasi bo'lib tanada yig'ila boshlaydi yoki metabolizm agar unda sus bo'lsa yoki qanaqadir metabolik buzilishlar bo'ladigan bo'lsa ham o'sha siz aytgandek kam ovqat yeganda ham semirish holatlari kuzatilishi mumkin. Harakati kam bo'lganligi hisobiga deysizda, qarang, hozirgi kunda mana bizada bariatriya moda-ku, hozir o'sha gormonal narusheniyasi borlarda ham oshqozonni qisqartirsa, o'sha bariatriya operatsiyalar o'tkazsa yordam beradimi? Uni qanaqa asorati bo'ladi endokrin kasalligi? Bariatriya o'zi tavsiyanomalarga ko'ra qachonki endi turlari ko'p, uni ham misol uchun oldi sleeve rezeksiya bo'ladi haqida aytadigan bo'lsak, ya'ni oshqozonni o'sha 3dan 2 qismini kesib olib tashlash operatsiyasi. Bunda o'sha oshqozonda shakli, ya'ni hajmi kichraygani hisobiga o'z-o'zidan tushadigan ovqat miqdori kam bo'ladi va kam miqdorda ovqat tushgandan keyin organizmda yog' to'qimasini o'sha parchalanishi kuzatiladi va o'z-o'zidan bemorlar oza boshlaydi. Bu sizni savolingiz bilan bog'liq holati bu yerda semizlik qachonki o'sha dieta qilib yoki dori vositalari foyda qilmaganda yoki dori vositalarini qabul qila olmagan holatlarda yoki qo'shimchasiga bu indeks massa telasi 30 dan yuqori, ba'zi tavsiyanomalarda bu misol Osiyo populyatsiyasi bo'ladigan bo'lsa 27 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa va qo'shimchasiga metabolik buzilishlar, bu qandli diabet yoki tayanch harakatlanish tizimidagi misol umurtqa pog'onasiga tushadigan nagruzka ko'p bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari jigar yog'li gepatoz kasalliklari va ba'zi nimalarda bu polikistoz bo'lsa ham sleeve rezeksiya qilish foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni lekin birinchi navbatda qachonki bemor o'zi harakat qilish kerak va zarur holatda endokrin yoki o'sha buzilishlar aniqlanib davolanish kerak, shunda ham bu effekt, kerakli bo'lgan effekt olinmagan holatlarda metabolik xirurgiyaga murojaat qilish mumkin. Foydasi yaxshi bo'ladi. Yana bitta savolim borda, bizada mana bolachalarni ham olib keladi. Ona oylari juda ko'p savol beradi. Mana bolachalarda siz asosan bilamiz, bolalar bo'yicha yetuk mutaxassis endokrinologsiz. Bolalarda semizlik, bolachalarda hatto bitta ayolim aytdiki, juda ham semirib ketgan, semiz bermasam ham olib keldi, o'zi homilador, ko'tara olmaydi bolani. Semiz bermasam ham, ovqatdan olib qo'ysam ham, lekin bolam semirib ketyapti. Bu kasallikda, to'g'rimi? Bu ham bitta kasallik. Endi agar juda yoshlikdan juda katta vazn olayotgan bo'lsa, ba'zi monogen yoki sindromal semizliklar bor. Bu o'sha chaqaloqlikni taxminan 3 oy 6 oylik davrdan boshlab semirib boshlaydi va ularni tagida qanaqadir gen, ya'ni semizlikka olib keladigan genlar mavjud. Bu leptin bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki boshqa genlar. Aynan shunda bo'ladigan bo'lsa, shu chaqaloqlik davridan kuchli semirish kuzatiladi. Va unda endi bolalar tomonlama qanday? Birinchi navbatda dori tomonlama chegaralanganmiz. Bolalarda ko'p dorilar, semizlikka qarshi dorilar 10-12 yoshdan taxminan ishlatilib boshlaydi. Monogen semizliklarda u genetik tasdiqlangandan keyin o'sha ko'rsatmalarga asosan o'sha yoshlikdan boshlab davolash mumkin.
hozir mana uchun eng qizig'i homiladorlar keladi, vesi ko'p, semiz ayollar homiladorlarimizda glyukoza tolerantnost test o'tkaziladi. Hammasida 24-26 haftalikda hamma o'tishi shart bu prikaz bo'yicha. Hozirgi kunda oldingiga nisbatan juda ham ko'p saharli diabet aniqlanganda, ya'ni biz bilamiz, agar ayolni qonida sahar baland bo'ladigan bo'lsa, bola makrosamiya, ya'ni katta bo'lib ketadi, asoratlar beradi, bola atrof suvlari ko'payib ketadi, ayolda ham homiladorlikda olib borish qiyin bo'ladi. Xo'p, bu bo'yicha nima tavsiyalar berasiz? Birinchi navbatda hozirgi vaqtda odamlarda hayot sifati baribir yaxshilanib boryapti va umuman tez o'zlashtiruvchi uglevodlar, ya'ni tayyor va yarim tayyor mahsulotlar ham juda ham ko'paymoqda va deyarli ko'p mahsulotlar tarkibida shakar yoki yog'lar juda ham ko'p miqdorda tutadi va oldingi davrlarda misol uchun ayol kishi ovqat tayyorlagungacha bo'lgan darajada juda ham ko'p mehnat qilgan, aytaylik o'tin tayyorlagan bo'lishi mumkin, yurib borgan, tayyorlaydi, pishiradi. Hozir hamma narsani juda ko'p texnika yoki bitta telefon bilan dastavka qilib keltirish mumkin. O'z-o'zidan ovqat tayyorlashgacha bo'lgan jarayon ham ancha osonlashgan va hozirgi vaqtdagi ovqatlarda glyukoza, aytib o'tgan yog'lar miqdori juda ham ko'p va hozirgi vaqtda ovqatlanish umuman odobi deymizmi, trendi ham o'zgargan odamlarda. Bularni hammasi yig'ilib, undan tashqari kam harakatlik, ya'ni passiv hayot tarzi ham bunga qo'shilib, o'sha semizlik va undan tashqari undan keyin insulin rezistentlik va o'sha glyukoza almashuvi buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Siz aytib o'tgandek, bunday holatlarda birinchi navbatda o'sha hayot tarzini o'zgartirish, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarida tayyor o'sha tez so'riluvchi uglevodlarni kamaytirish, shakar mahsulotlarini kamaytirish, shirin gazli ichimliklarni kamaytirish, undan tashqari o'sha trans yog'lar deyiladi, yog'lar va o'sha kilokaloriyasi yuqori bo'lgan mahsulotlarni cheklash va kunlik aktivlikni ko'paytirishni tavsiya qilamiz. Va agar bu gestatsion diabet aniqlangan holatlarda unda endokrinolog nazoratida dori preparatlarini boshlash kerak bo'ladi. Endi oxirgi tavsiyanomalarga qarab yo insulin yoki metformin boshlash tavsiya qilinadi. Bizda hozir homiladorlarda faqat o'sha bezopasnost uchun insulin tavsiya qilamiz. Endi aytib o'tmoqchimanki, mana bu 10,000 qadam yo'lga qo'yilgan. 10,000 qadam men tavsiya qilgan bo'lardim. Homiladorlarga ham 10,000 qadam, endi aytish mumkin 10,000 qadam yursak bizga nagruska bo'lib qoladi, bachadan tonusga tushib qoladi. Hech bo'lmasa kun davomida 10,000 qadamni yo'lga qo'yish kerakligini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki ertalabdan o'sha kechki kungacha iloji bo'lsa shagometrni yoqib olib 10,000 qadam yurishlari kerak. Agar shu o'tiraveradigan bo'lsak, biza faqat homiladorlikda harakatda bo'lmasak, baribir qon tomir tizimiga ta'sir qiladi. Ayol katta ves yig'ib yuboradi, rivojlanayotgan bola ham katta tug'iladi va tug'ruq travmalariga sababchi bo'ladi. O'sha moddalar almashinuvining buzilishiga olib keladi. Keyin mana hozir saharli diabetlar juda ko'payib ketgan. Bu ham semizlik bilan bog'liq. Baribir semizlik ham bilvosita ta'sir qiladi. Albatta. Ta'sir qiladi. O'sha uchun o'zimni uyimdan kelib chiqadigan bo'lsam, meni ham bolalarim harakati kam bo'lib qolyapti. Hozirgi kunda men katta qizimni ustida ishlayapmiz. Mana shu Xadichaxonda ustida. Chunki ular ham sizga olib borishim kerak baribir. Semirib ketyapti borgan sari. Chunki uni ham hayot sifati yaxshi, uyda sharoit bor. Siz aytgandek, ovqat dastavka, uyda unga anaqalar bor. O'sha uchun bizlar ham harakatlanamiz. Har bir odam sog'lom bo'lishi uchun sog'lom turmush tarzini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Ovqatlanish tartibiga ham agar kimda oshiqcha ves yoki o'sha semizlik bo'ladigan bo'lsa, homiladorlarda ham birinchi navbatda o'sha tungi uyquni ahamiyati katta, ya'ni vaqtida uxlash kerak bo'ladi va ovqatlanganda ovqat porsiyasiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ovqat porsiyasini kamaytirish, unda o'sha sabzavotlar, uglevod indeksi kam bo'lgan mevalar va oqsil mahsulotlarni ko'paytirish, suyuqlik ko'proq ichish va protsenti yog'lilik darajasi past bo'lgan kefir mahsulotlari, yogurt mahsulotlari ichishlari mumkin va oraliq perikuslarni ham kamaytirish kerak bo'ladi. Oraliq perikuslarga bu kilokaloriyasi past bo'lgan mahsulotlardan qo'shish kerak bo'ladi. Bular asosan o'sha sabzavotlar, zelenlar va mevalar bo'lishi mumkin va undan tashqari ovqatni sekin chaynab yeyish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda o'sha homilador ayolda to'yish, ya'ni to'yish hissi refleksi paydo bo'ladi. Agar u misol xayol telefonda yoki xayol stressda boshqa narsada bilan e'tibor berib ovqatlanadigan bo'lsa, u to'yish hissini
paydo bo'lishigacha bo'lgan vaqtda ko'p ovqat, ya'ni porsiya ko'p yeb qo'yish holatlari ko'p kuzatiladi. Aynan shuni nazorat qilish orqali ham semizlikni oldini olish mumkin. Qarang, hozirda mana bizada eng katta global mavzu mana shu haqida hozir aytib berasiz. Kechqurun o'z vaqtida uxlamaslik eng birinchi o'rinda turadigani, keyin ikkinchi o'rindagisi stress. Asosan ayollarda o'sha homiladorlikda stress bilan mana shu kechqurun uxlamaslik haqida. Endi kechqurun uxlamaslik hozirgi kunda bu internet, ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan sari o'sha yaqin nimada yorug'likda o'sha televizor yoki o'sha telefonda ko'p vaqt sarflaydi va tungi vaqtda yorug'lik miqdori ko'p bo'lsa, bu melatonin miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Va melatonin tabiiy uyqu gormoni o'sha sekretsiyasi buzilganda o'sha uyqu qochib ketishi yoki shu kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Shu uchun kechqurun o'sha yotishdan oldin iloji bo'lsa yengilroq ovqatlanish, yarim soat yoki 20 daqiqa toza havoda sayr qilib kelish va yengilroq ovqatlanib qorong'u xonada yotish o'sha uyquni yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin. Stress deganda sabab bo'lishi mumkin. Endi bu stressga olib keluvchi sababni birinchi o'rinda bartaraf qilish kerak. Bu bo'lishi mumkin ishdagi faktorlar, oilaviy muammolar. Buni boshqarish orqali o'sha insulin, kortizol sekretsiyasini mexanizmini yaxshilashga sabab bo'lishi mumkin, foyda qilishi mumkin. Lekin aniq bir stressni pasaytiradigan dori preparatlari agar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda nevropatolog yoki psixolog bilan maslahatlashib ko'rish kerak bo'ladi. Bu stressni kamaytirishni yo'li bu toza havoda sayr qilish, aytaylik yoga mashqlari bilan shug'ullanish, meditatsiya bilan shug'ullanish ham foyda qilishi mumkin. Ba'zan o'sha yengil dush qabul qilish, agar suzish kabiga imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bularni qilish kerak. Foydasi bo'ladi. Manda bitta holat bo'ldi-da, ko'p bo'lmadi, 1 oy bo'ldi. Aytib beradigan bo'lsam, 1 oyda o'sha ayol turmush o'rtog'i bilan keldi ultrazvuk tekshiruviga. Biz uni ko'rdik, tekshirdik, tekshirtirgan vaqtimizda keyin ayolni ketdi. Abitdan keyin yana bitta ayol bilan u turmush o'rtog'i qaytib keldi. Unisi ham homilador ekan. Keyin biz aytdik, nimaga siz ikkita keldingiz desa, bu ayolim semiz dedi. Chunki semiz, aytmoqchimanki, baribir semizlik darajasi erkaklarga ma'lum darajada yoqmaydi. Endi semizlikda ham chegarasi bor-da. Chegarasi bor. Agar chegaradan o'tib ketsa, baribir hech kimga o'zi uchun ham noqulaylik chaqiradi. O'tirishi, turishi, yurishi, harakatlanishi. O'sha uchun hozirgi kunda dunyo olimlari tomonidan shu semizlikni oldini olish uchun qanaqa tavsiyalar berilyapti? Endi butun dunyoda turli xil tavsiyanomalar bor. Bu birinchi navbatda dieta bo'ladigan bo'lsa, hozir aytib o'tganlarimizga qo'shimcha O'rta Yer dengizi degan, O'rta Yer dengizi, ya'ni Mediterranean diet degan dieta bor. Ya'ni bu ko'proq shu Italiya, Ispaniya, shu sohalar, Gretsiya tomonidan dietasi hisoblanadi. Bunda oziq-ovqat mahsulotlarida oqsil, zaytun, meva va sabzavotlar ko'p miqdorda bo'ladi va non mahsulotlari, shirinliklar juda ham kam miqdorda bo'ladi. Aynan shu dieta nafaqat semizlikda, balki yurak-qon tomir kasalliklarida, o'sha infarkt, insult oldini olishda ham o'z isbotiga ega. Aynan shu tavsiya qulay, bemorlar uchun ham, qilish tomonlama ham, undagi mahsulotlarni O'zbekistonda ham topish mumkin. O'sha dieta bilan amal qilgan yaxshiroq. Undan tashqari kunlik aktivlikni yetarli darajada bo'lish, ya'ni tavsiyanomalarga ko'ra kamida 40 daqiqa kun davomida kuniga yurish tavsiya qilinadi va suyuqlik miqdori keyingi o'rinda yetarlicha suv ichish va suyuqlik ichish. Ya'ni bu organizmni 70-80% u yoshga qarab suvdan iborat. Albatta suyuqlik miqdori yetarli darajada bo'lganda modda almashinuvi yaxshi bo'ladi va undan tashqari kun rejim, ya'ni ovqatlanish rejimi, ya'ni kun davomida kichkina porsiyada 3-4 mahalga bo'lib ovqatlanish tavsiya qilinadi va kechki ovqatni iloji boricha ertaroq iste'mol qilish va tungi 7 dan keyin iloji bo'lsa ovqatlanishni cheklash tavsiya qilinadi. Va boyagi aytib o'tganimiz olib keluvchi faktorlar, agar unda oilaviy yoki o'sha stress faktorlari, kam harakatlik, zararli odatlar bo'lsa, bular bilan kurashish va o'sha kerakli shifokorlardan tekshiruvlardan o'tib, olib keluvchi semizlikka sabab bo'luvchi aytaylik qalqonsimon bez kasalliklari yoki jigar kasalliklari yoki oshqozon-ichak kasalliklari kabi holatlar bo'lganda uni aniqlab davolash
katta foyda berishi mumkin. Albatta. Xo'p, endokrin bepushtlik hozirgi kunda eng global mavzulardan bittasi bu ham. Mana hozir bizaga 12 yashar qizni olib keldi. 12 yashar qizni hayz sikli dedi. Biz uni tekshirib ko'rgan vaqtimizda unda hatto bachadon yo'qligi aniqlandi-da. Bu mana misol uchun erta vaqtda aniqlandi, ham psixologik ko'riladi. O'tgan dasturimizda ham aytib o'tdik, 20 yashar qizni olib keldi, hayz yo'q. Karyotip o'g'il bola chiqdi tekshirtirgan vaqtimizda. Endi shuni mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsangiz, o'zi umuman o'g'il bolalarni va qiz bolalarni har qancha vaqtda endokrinologga olib borish kerak va necha yoshdan boshlab olib borganimiz maqsadga muvofiq. Chunki hozirgi kunda o'sha endokrinologik bepushtlik har 4 ta odamdan bittasida uchrab turibdi-da. Misol uchun ko'pchilik ayollarimiz umuman bu tushunchalarga ega emasda. Endokrinolog deganda ko'pchilik shu bitta buqoqni tushunadi, bitta buqog'im bor degan gapni tushunadi, boshqa gapni tushunmaydi. O'sha uchun o'g'il bolachalarni tekshirish va qiz bolalarni tekshirishni qachondan boshlagan ma'qul? To'g'ri aytyapsiz. Haqiqatda endokrin o'sha bepushtlik yuqori protsentlarni tashkil qiladi. Xalqaro tekshiruvlarda o'sha bepusht oilalar tekshiruvga murojaatga borganda 15-25% gacha aynan endokrin muammolar aniqlangan. Bu birinchi navbatda o'sha tuxumdon bilan bog'liq, prolaktin bilan bog'liq, qalqonsimon bez kasalliklari bilan bog'liq va kam uchiruvchi o'sha tuxumdon yoki erkaklarda o'sha jinsiy moyak bezlariga bog'liq sabablar bunga olib kelishi mumkin. Bolalarni qachon tekshirish kerak degan savolga birinchi navbatda bola tug'ilgan zahoti o'sha neonatolog tomonidan yoki pediatr tomonidan u yaxshi jinsiy tomonlama ko'rikdan o'tishi kerak. Ya'ni bu o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, jinsiy olat o'lchamlari normada yoshga mos bo'lishi kerak va tashqi chiqaruv teshigi jinsiy olatning boshchasi qismidan ochilgan bo'lishi kerak va ikkita yong'oq sohasida ikkita tomonlama moyak pastga tushgan bo'lishi kerak. Bu normal rivojlangan o'g'il bolani jinsini belgisi hisoblanadi. Agar o'g'il bola tug'ilganda aytaylik tuxum ya'ni moyaklar aniqlanmasa yoki o'sha siydik chiqaruv teshigi, bu ko'pincha xalq orasida sunnat bo'lib tug'ildi degan gaplar ham bor. Ya'ni o'sha siydik chiqaruv teshigini pastda joylashish yoki oraliq sohasida joylashish yoki gipospadiya fan tilida yoki o'sha tuxumni tushmasdan tug'ilish, ya'ni kriptarxizm bilan tug'ilish, bu bir tekshirish kerak bo'lgan va zudlik bilan shifokorlar ko'rigidan o'tish kerak bo'lgan holat hisoblanadi. Qizlarda bu o'sha tashqi jinsiy a'zolar ko'rilganda o'sha siydik chiqaruv va qin yo'li alohida bo'lishi kerak. Va o'sha chov sohasini paypaslab ko'rish mumkin. Bu sohada odatda moyakka xos hech qanaqa xoslar aniqlanmasligi kerak. Agar bu ikkalasi norma bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik pediatr kuzatuvida bo'ladi. Endi poliklinika sharoitida qachonki o'sha aytaylik o'sishdan orqada qolish yoki vazn olish bilan bog'liq yoki semirib ketish bilan bog'liq bo'lgan muammolar yoki o'sha o'qish o'zlashtirishda chuqur buzilishlar yoki orqada qolish bo'lgan holatlarda ham endokrinologga murojaat qilish tavsiya qilinadi va keyingi period bu jinsiy balog'atga yetish davri hisoblanadi. Ya'ni qachonki o'sha qizlarda 8 yoshdan oldin ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlansa, ya'ni ko'krak bezi rivojlansa, qo'ltiq, chov sohasida tuklar va hidli terlash paydo bo'ladigan bo'lsa, bu erta jinsiy balog'atga yetishni bir klinikasi, belgisi bo'lishi mumkin. O'g'il bolalarda bu 9 yosh, ularda ham shu hidli terlash, moyak hajmini kattalashishi, jinsiy olatni o'sishi, tuklar va ba'zan o'sha akne, ugri va tuklarni ko'payishi bilan bog'liq vaziyat 9 yoshdan erta boshlansa, bunda ham endokrinologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Keyingi albatta murojaat qilish kerak bo'ladigan yosh bu balog'at yoshi hisoblanadi. Ya'ni qizlarda bu 13 yoshga ham yaqinlashganda ham ko'krak bezi paydo bo'lmasa va ba'zi adabiyotlarda 14 yosh, ba'zi adabiyotlarda 15 yoshgacha hayz kelmasa, bunda ham albatta ginekolog va endokrinolog tomonidan ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. O'g'il bolalarda bu yosh 14 yosh qilib belgilangan, ya'ni 14 yoshda ham ikkilamchi jinsiy belgilar, ya'ni o'sha asosiy moyak hajmini 4 ml va undan kichkina bo'lishi, bu jinsiy balog'at kech qolishini belgisi hisoblanadi. Ya'ni ikkilamchi belgilar bo'lmasligi. Bunda ham endokrinolog, urolog shifokorlardan ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan, ya'ni tug'ilgandagi muammolar bo'lganda zudlik bilan borish kerak bo'ladi.
to'ppa to'g'ri. Ha, endi yana o'zim qo'shimcha qilmoqchiman. Mana bitta bizada sunnat bilan tug'ildi deydi-da, hamma xursand, o'zi sunnat bo'ldi. Bu norma holat emas. Sunnat bilan tug'ilish bu gipospadiya deyiladi, ya'ni siydik yo'lini, o'sha nayni to'g'ri joydan chiqmaganligini bildiradi. Buni ham xalqimizda buni ham ko'pchilik tushunmaydi. Keyingisi yana aytib o'tadiganim, ayollar o'zi ham bolasini to'g'ri tekshirishni bilish kerak bo'ladi. O'sha raddomdan boshlash kerak bo'ladi. Faqat vrachga shu ham qolish kerak emas. Mana bizada hozir qaynana bilan kelin urush qildi, oila ajralib ketishgacha bordi. Men o'zimiz ginekologlarimiz bilan tekshirib ko'rgan vaqtimizda ayolimizda hamma narsa yaxshi, normada, tuxumdonlar joyida, follikulalar yorilyapti, bola bo'lishga tayyor, o'g'lim yaxshi, o'g'lini ham tekshirtirish kerak. Yaxshi deydi. Endi o'sha yangi turmush qurgan, 1 yil bo'lgan, o'g'lini urologga tekshirtirgan vaqtimizda bitta tuxumi umuman yo'q, bitta tuxumi gipoplaziya, ya'ni kichkinalashib qolgan. Tuxumi yo'qligini o'zi onasi ham bilmaydi. U tug'ma yo'q, o'zi tug'ma gipoplaziya, bolasida aybliligini hisobga olmaydi. Faqat kelinni tekshirtirib turibdi. Aytmoqchimanki, onalarni ham ozginagina tibbiy saviyasini oshirish kerak. Bu yerda nimadir uyalish yoki boshqa narsa emas. Ertaga siz o'g'lingizni o'sha bepusht bo'lmaslikligi yoki qizingizni bepusht bo'lmaslikligi uchun har bir ota-ona balog'at yoshida, o'sha qiz bolalar 9 yoshda, o'g'il bolalar 13 yoshda albatta e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Oilada o'sha uchun erkak kishini o'rni deymiz, ayol kishini o'rni deymiz. Erkaklar o'g'illarni tekshirib qo'yish kerak, qizlarni onalari tekshirib qo'yish kerak. So'rab turish kerak. Mana shunaqa terlash holatlari ham bo'lsa, voy terlavassan, bor deyish kerak emas. Men juda ko'p anaqa qilaman. Mana shunaqa hidli terlash holatlari ham gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Yana bitta zo'r gap gapirdingiz. Agar bolani o'zlashtirishi past bo'lsa, albatta endokrinolog tekshiruvidan o'tkazing. Bu yerda balki sizni bolangizda o'sha endokrinologik o'zgarishlar ketayotgan bo'lishi mumkin. Siz bu narsaga e'tiborsiz bo'lishingiz bolangizni ertaga bilim egallashida yoki diqqatini yaxshi jamla olmasligi ham, bu ham endokrinologik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'ladi. O'sha uchun bolalarga e'tiborli bo'lganimiz yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri eslatib o'tdingiz. Mana bizni amaliyotda ham ko'p uchraydi, ya'ni bepushtlik kuzatilayotgan oilalarda ko'pincha ayol kishini tekshirish holati ko'p. Ya'ni qachonki bir shifokor majburlamasa, ko'pincha erkak kishini tekshiruvga olib borish qiyin. Doim zo'r. Bunday vaziyatda, chunki birinchi navbatda bepusht oilani 35-45% erkak bilan bog'liq bo'lgan sabablar bo'lishi mumkin. Shu uchun albatta erkak kishi o'sha urologda, zarur holatlarda endokrinologda tekshiruvdan o'tib aniqlashtirish kerak bo'ladi. Bu erkaklik tomonlama faktor yo'qmi? Va aytib o'tganingizdek, ota-onalar ko'pincha bolalari katta bo'lgan sari o'ziga qo'yib qo'yishadi, ya'ni o'zi cho'miladi, o'sha jinsiy tomonlama u ko'rishga uyalashadi. Shu holatlar bilan bizda ham ko'p uchraydi. Aytaylik 7 yosh, 8 yosh o'sha moyaklar o'z o'rnida emas. Ya'ni kritarxizm bilan tug'ilgan, unga hech kim e'tibor bermagan. Va endi 7 yoshdan keyin uni operatsiya qilib tushirganda ham u moyak yaxshi ishlamasligi mumkin, ya'ni reproduktiv salomatlik buzilgan bo'lishi mumkin. Va afsuski bunaqa holatda ularga yordam berish ham qiyin bo'ladi. Ya'ni u qancha gormonal yoki xirurgik aralashuv bo'lmasin, foyda qilmasligi mumkin. Ko'p ayniqsa yosh katta o'sha oilalarda yosh katta odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kelinlariga o'zi yaxshi bo'lib qoladi, katta bo'lsa tushib ketadi yoki dadasida ham shunaqa bo'lgan kabi holatlar hozirgacha ko'p uchraydi. Ya'ni shunaqa ko'p holatlar ko'rganmiz, ya'ni hali hayzi kelmagan qizni turmushga bergan holatlar, ya'ni turmushga chiqsa yaxshi bo'lib ketadi degan kabi holatlar ham afsuski uchrab turibdi. Va keyingi o'rinda bu mana shu jinsiy rivojlanish bilan bog'liq va kam uchruvchi o'sha bepushtlikka sabab bo'luvchi endokrin kasalliklarda qarindosh nikohni ham o'rni katta bo'lishi mumkin. Bu eng global mavzu. Bunga ham e'tibor berish kerak. O'sha qarindosh nikoh bilan turmushni iloji boricha chetlash kerak, ya'ni bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bu genetik kasalliklarga bir qadam degan gap. To'ppa-to'g'ri.
chunki bizada mana shu qarindosh urug'chilik nikoh eng global mavzu hisoblanadi. Genetik tekshirganimizda birinchi o'rinda o'sha yaqin qarindoshlar orasidagi nikohda balki o'zlarini qarindosh urug'chilik munosabatlarigacha ham ta'sir qiladi. Menda shunaqa oilalar bor, bitta emasda juda ko'pda qarindosh urug'chilik nikoh kimgadir qaysidir pokoleniyaga ta'sir qilmagani bilan keyingisiga ta'sir qiladi. Hatto 3 ta bolasida ham 3 ta bolada ham nogiron nuqsonlik aniqlangan. Lekin shunda ham haligi ayol bilan erkak to'xtamaganda. Bizada shunaqa holat bo'ldi. Qarindosh urug'chilik nikoh 3 ta bolada ham yurak parog 3 marta prerivaniya qilib bolani oldirib tashladik va 4-chisida o'zaro kelishilgan holatda qarindoshlarni chaqirtirib genetik bilan birga tushuntirish ishlari olib borildi. Va buning natijasida endi o'sha kelishib ajralib ketdi. Keyin ikkalasi ham turmush qurgan ekan. Ayol kelganda so'radik, turmush qurgan, bolalari sog'lom tug'ilgan. O'sha uchun qarindosh urug'chilik nikoh qarindosh urug'lar orasiga ham sovuqchilik solib qo'yishi mumkin. Sizni vaziyatingizda bu ijobiy tugabdi. Ko'pincha endi bo'layotgan vaziyat haqida aytaman. Ko'p irsiy kasalliklar bu autosom resessiv irsiylanadi, ya'ni sog'lom ko'ringan ota-onalardan kasal bolalar tug'iladi. Aslida ularda tashuvchi genlar mavjud. Ular o'zaro uchrashganda kasal bola tug'iladi va O'zbekistonda shu 2-3 ta nogiron bolasi bilan ayollarni tashlab ketayotganlar ko'p. Ya'ni oila ajrashadi. Bitta 2 ta nogiron bola bilan qolgan ayolni u na karyera qila oladi, na u ishlay oladi. 2 ta nogiron bolaga qarash kerak, ularga oziq-ovqat, ta'minot, boshqa degandek depressiya mana o'z-o'zidan u oilada buzilib ketadi. Oilada o'sha halovat yo'qoladi. Erkak kishi nima qiladi? Yana uylanadi. Boyagi agar ayol kishi ham turmush qurganda sog'lom farzandli bo'lishi mumkin edi, lekin onalar ko'pincha bizda nogiron bolalar bilan turmushga chiqa olmaydi va erkakdan sog'lom bolalar tug'iladi va o'shanda hamma ayb boyagi ayol kishiga ag'dariladi. Ya'ni bu xotinimdan nogiron bolalar tug'ildi, mana qayta uylandim, sog'lom bola tug'ildi degan. Lekin aslida ikkalasida ham qarindosh bo'lganligi uchun tashuvchi genlari bir xil. Ya'ni aytmoqchiman, o'sha bunday vaziyatlarda o'sha uzoq yillik sevgi ham ajrab ketgan holatlarni juda ko'p ko'rganmiz. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun qarindosh urug'chilik nikoh xato, to'g'rimi? Ayollarda keyin yana bitta eng ko'p savollardan biri o'sha gormonal fonda o'zgarishi bo'yicha. Mana ko'pchilik hozir siz aytgandek ayollar turmushga chiqmaydi, o'zini sog'lig'ini, borlig'ini bolalariga beradi. Keyin ayollarning o'zi ham gormonal kasal bo'lib qoladi, to'g'rimi? Onkologik kasalliklarga uchraydi. Shular to'g'risida nima deysiz? Endi bu bitta birinchi navbatda ular surunkali stress, surunkali boyagi stressda qoladi birinchi navbatda. Keyingi navbatda regular jinsiy hayot bo'lmaganligi sababli nisbiy estrogenemiya, ya'ni estrogen yuqoriroq bo'lishi mumkin. Endi qo'shimchasiga agar semizlik bo'ladigan bo'lsa, semizlikni o'zi alohida onkologiya xavfini oshirishi mumkin. Shu sababli ular bir turtki bo'lishi mumkin, lekin u aynan olib keladi deb aytish qiyin. Bir qo'zg'ovchi, unga sabab bo'luvchi bir omil sifatida, qo'shimcha omil sifatida bo'lishi mumkin. Lekin bu hammada olib keladi degani emas. Hammada olib keladi degani emas, lekin baribir bizning xalqimiz shunaqada, o'zini baribir har doim ayollarni aybdor qiladi yoki har doim ayol kishi o'zi chidash kerak, bolalariga qarash kerak bo'ladi, nimadandir kechadi. O'sha uchun mana shunaqa xalqimiz bizada doim o'sha uchun ayollar bilan gormonal fon buzilishlar bo'ladi, ya'ni stresslar. Hozirgi kunda mana shu qaynonalar, boshqalar, endi qaynonalarni aybdor qilmayman, yaxshi qaynonalar ham ko'p, oilaviy stresslar hisobiga endi kelinlar ham deylik, endi xafa bo'lmasin ikkalasi ham shuni hisobiga oilalarda doimiy stresslarni bo'lib kelishi oqibatida ayollarda gormonal fon buzilishi hozirgi kunda nihoyatda ko'p uchramoqda va rak kasalliklari ham ko'payib ketyapti borgan sari. Doimiy charchoqlar, stresslar, bular hammasi doimiy sovqotib yurishlar, tez uyquchan bo'lib qolishlar, semirib ketishlar, bular ham o'sha gormonal buzilishlarning belgisi hisoblanadimi? Bunday holatlar, bu shikoyatlar bezovta qilganda ayol kishida albatta gipotireoz degan biz kasallik bor, ya'ni qalqonsimon bez gormonal faoliyatini susayishi yoki pasayishi kuzatiladi. Bunda o'sha tanada shishlar, boyagi modda almashuvi sekinlashuvi hisobiga sovuqni ko'tara olmaslik, shishinqirash, vazn olish, semirishga bo'lgan moyillik, kayfiyat buzilishlari, hayz siklini buzilishlari kabi
holatlar tez uchrab turadi va bunda o'sha TTG va erkin T4 gormonini tekshirish orqali uni tashxislash mumkin va o'zgarish bo'lgan holatlarda keyinchalik antitopo, qalqonsimon bezini uzisi kabi tekshiruvlar bilan davo boshlanadi. Undan tashqari ayollarda ko'proq bular o'sha surunkali tug'ish yoki surunkali emizish, undan tashqari surunkali hayz bilan ko'p qon yo'qotish hisobiga temir va temir zapasi, undan tashqari kerakli bo'lgan vitaminlar, mikroelementlar yetishmovchiligi ham ko'p uchrab turibdi. Bunday holatlarda o'sha olib keluvchi sabab aniqlanib davolangan holatlarda bu yaxshilanish bo'lishi mumkin. Undan tashqari ba'zi holatlarda bo'ladi, bu tekshiruvlarning hammasi yaxshi chiqib ham charchoq o'tib ketmasligi mumkin. Bu alohida hozirgi o'z bo'yicha surunkali charchash sindromi degan diagnoz kiritilgan. Unda unga olib keluvchi sabablar ko'p va unda ham o'sha rejimni yaxshilash, sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik bilan shug'ullanish, sport bilan shug'ullanish kabi tavsiyalar beriladi va zarur holatlarda olib keluvchi sabablar topilib davolash kerak bo'ladi. Xo'p, qarang, men aytamiz deb, men yaxshiman-ku, hammasi joyida-ku, menda hamma narsa yaxshi deb gormonal katta o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shanda har bir sog'lom ayolman deb hisoblagan ayol ham, endi hozirgi kunda sog'lom odam o'zi juda kam, sog'lomman deb hisoblagan ayol ham har qancha vaqtda endokrinolog ko'rigiga borib o'zini tekshirtirib turishi kerak. Chunki biz hech qachon o'zimizga vaqt ajratmaymiz. Misol uchun, xohlagan ayolingizdan so'rasangiz, oxirgi marta qachon endokrinologga bordingiz yoki gormonlar topshirdingiz desa, umuman bormagan bo'ladi. Aniq o'sha uchun agar kasallanmay desa, doim sog'lom bo'lay desa, bilamiz, bizda gormon krasota deymiz, go'zallik gormonlar zo'r bo'lsa, ayol sog'lom bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Xo'p, har qancha vaqtda murojaat qilish kerak endokrinologga? Har bir sog'lom ayol, endi u kasalligi bo'lsa, u birinchi navbatda bu rejali o'sha poliklinikasi yoki yashash joyida endokrinolog ko'rigiga birinchi marta borgan ma'qul. O'sha borganda unga tekshiruvlarda agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda bir, eng bo'lmasa 2 yilda bir endokrinologga borib turish tavsiya qilinadi va undan tashqari o'sha biz yod tanqis hududda bo'lganligi sababli profilaktik yod preparatlari, undan tashqari vitamin D, zarur holatlarda temir preparatlari va vitaminlarga boy ovqatlanish tavsiya qilinadi. Agar tekshiruvlar davomida unda o'sha endokrin muammolar yoki semizlik, surunkali endokrin kasalliklar aniqlanmagan bo'lsa, unda o'sha poliklinikada terapevt yoki o'sha UAS shifokorida kuzatuvda davom etishi mumkin. Agar aniqlangan holatlarda kasallik turiga qarab 6 oyda bir, 3 oyda bir ko'rikda bo'lishga to'g'ri kelishi mumkin. Yana bitta eng ko'p tushgan savollardan bittasi, ayolda menda qalqonsimon bez kasalligi bor, bolalarimga ham homiladorlik vaqtimda bor edi, bolalarimga ham o'tadimi? Yoki o'sha TTGsi baland deymiz, hozir o'z xalq tushunib qolgan, gormonlari, TTG gormoni baland bo'lsa, hech qanaqa dori ichmasam ham bolaga ta'sir qilmaydimi deb so'raydi-da. Dori ichishga, gormon desak hamma qo'rqib ketadi, ichishga qo'rqadi. Endi aytmoqchimanki, shu gormonlarni ichish kerakmi yoki onada o'zgarish bo'lsa bolaga o'tadimi yoki o'tmaydimi? Buni bilamizmi? Endi siz mutaxassis sifatida aytib bersangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Qalqonsimon bez gormonlari, ayniqsa TTGni ko'tarilishi homiladorlikka tayyorgarlik davrida va homiladorlik davrida bu bola rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Ayniqsa qalqonsimon bez gormonlari, onaning qalqonsimon bez gormonlari bolani aqliy rivojlanishi, nevrologik rivojlanishi, butun tanasini o'sishida to'g'ridan to'g'ri ta'siri bor. Shu uchun agar onada qalqonsimon bez gormonlarining yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bolada turli xil aqliy rivojlanishdan, nevrologik rivojlanishdan va tanani rivojlanishidan orqada qolish holatlari yoki o'sha biz aytamiz og'ir aqliy zaifliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli agar homiladorlik vaqtida TTG yuqoriligi aniqlansa, uni ko'rsatkichlari mavjud homiladorlik davrida trimestrga qarab, misol uchun birinchi trimestrda TTG 2,5 va undan past bo'lishi homiladorlik rivojlanishi uchun ideal sharoit hisoblanadi. Qalqonsimon bez tomonidan. Ikkinchi, uchinchi trimestrda TTG 3 dan past bo'lgani yaxshi. Bu normal holat hisoblanadi va undan yuqori bo'lgan holatlarda albatta endokrinolog ko'rigidan o'tib, TTGni oshish sababi nimadan? Unga olib keluvchi yod tanqisligimi yoki anemiyami ba'zan bo'lishi mumkin. Va bular davolanish kerak bo'ladi. Va kerak holatlarda qalqonsimon bez gormonini qabul qilish bola uchun ham, ona uchun ham faqatgina foydali bo'ladi. Uni to'g'ri dozalarda qabul qilish bola uchun mutlaqo xavfsiz. Va bu emiziklik davrida ham qabul qilish bu dorini xavfsiz. Va bola uchun juda ham
kerak, chunki bolani qalqonsimon bezi rivojlangungacha bo'lgan davrda onani qalqonsimon bezini gormonlari bolani o'sishiga yordam beradi va o'sha periodgacha agar onada yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bolada og'ir nuqsonlar rivojlanishi, homila rivojlanishdan to'xtab qolishi yoki kechikishi kabi holatlar juda tez uchrab turadi. Hozir mana shu eng global mavzulardan bittasida bizada mana hozir homiladorlik vaqtida homilani to'xtab qolish bir marta emas, 1, 2, 3 martagacha bog'liq bo'lib turibdi-da, keyin homila o'zidan o'zi to'xtab qoladi-da, borsangiz aytadi. Ginekologga chiqdim, infeksiyaga tekshirdi, qonim quyuq emas ekan, lekin to'xtab qoldi. Shu bo'yicha siz nima deysiz, o'z mutaxassis sifatida? O'zi shunaqa ko'p tekshiruvlar o'tkazilgan, homila rivojlanishini ko'pgina sabablaridan asosiy qismini bu og'ir anomaliyalar tashkil qilgan, ya'ni o'sha rivojlanishdan to'xtab qolgan homilani tekshirib, ya'ni autopsiya deydi, uni o'sha abortdan keyingi tekshiruvlarida ularning katta qismida og'ir anomaliyalar aniqlangan. O'sha anomaliyalar hisobiga, ya'ni organizm o'zi rivojlanishdan to'xtaydi. Va undan tashqari siz aytib o'tgan infeksiyalar sabab bo'lishi mumkin, undan tashqari boyagi giperkoagulatsiya yoki o'sha autoimmun fosfolipidniy sindrom kabi sindromlar va undan tashqari biz tomonlama ko'proq bu bo'lishi mumkin qalqonsimon bezini o'sha ayniqsa zaharli bo'qoq yoki o'sha Hashimoto tiroidit kabi kasalliklari og'ir kechgan holatlarda ham rivojlanish to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Va ba'zan bu o'sha jinsiy gormonlarning yetishmovchiligi yoki hozirgacha bu idiopatik deydi, noma'lum sabablarga ko'ra ham to'xtab qolishi mumkin. Mana bizga keladi, bitta bolasidan nuqson chiqadi, keyin aytadi, biza tarafda ham yo'q deydi, ayol aytadi, keyin xo'jayin aytadi, biza tarafda ham yo'q deydi. Genetik kasallikda mana hozir aytib o'tganimizdek, o'sha erta rivojlanish bosqichida homilada nuqsonlar bo'lsa, homila rivojlanmay qoladi. Og'ir nuqsonlar bo'lsa, tabiat odamni shunaqa yaratganki, o'ziga to'liq kelmaydigan, mos kelmaydigan bolani o'zida ushlab qolmaydi. O'zidan organizm chiqarib tashlaydi. Ya'ni o'shani rivojlanishiga qo'ymaydi-da. O'sha uchun ham bizada bolalar rivojlanmay qoladi. Men ko'pincha aytaman-da, buni sababini aniqlaylar. Qoningiz quyuq emas ekanmi? Progesteron yetishmovchiligi yo'q ekanmi? Desak, hammasi zo'r bo'lib chiqadi. Keyin bizada lekin morfologiya yo'q, o'sha tushgan bolani olib tekshirish yo'q-da. Agar o'shani olib tekshirganimizda bizada ham men o'ylaymanki, nuqsonli bola bo'lgan bo'lishi kerak o'sha bolacha, o'sha uchun katta qismida nuqsonli bolacha bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga tabiat uni tug'ilishini cheklagan. O'sha uchun ham bolalar rivojlanmay qolishiga olib keladi. Baribir bu yerda o'sha gormonal fondi buzilishi ma'lum darajada katta qismni egallaydi. Albatta, homilador bo'lishgacha bo'lgan davrda onalar tayyorgarlik ko'rish kerak, ham ruhan, ham jismonan. Ya'ni o'sha surunkali agar yallig'lanish kasalliklari, infeksion kasalliklar yoki defitsitlar bo'lsa, uni davolash kerak. 3 oygacha bo'lgan davrda o'sha profilaktik folat kislota preparatlari, yod preparatlari qabul qilish kerak. Bu ham o'sha umurtqa sistemasi anomaliyalari, spina bifida kabi asoratlarni oldini olishga yordam berishi mumkin va bizni hududda 200-300 mikrogrammgacha homiladorlikka tayyorgarlik bo'lganda va erta bosqichlarda umuman homiladorlik davrida yod preparatlar qabul qilish tavsiya qilinadi. O'sha uchun aytamizda, homiladorlik o'zi bir davr. Agar homiladorlikda sog'lom o'tkazishni xohlasa, albatta har bir ona bo'lmoqchi bo'lgan ayol albatta tor mutaxassisga murojaat qilishi va kerakli tekshiruvlardan o'tishi, o'zini sog'lom deb hisoblagandan keyin ona bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bizada interval saqlamasdan 6 oy, 5 oy organizm tayyor emas, gormonal fon hali o'zini joyiga kelmagan, organizm stressda, tug'ruq depressiyalari, progesteron, estrogen hali reysga tushib ketgan, shunaqa holatlar ko'p uchraydi. O'sha uchun aytib o'tamizki, har bitta ayol endokrinolog ko'rigidan o'tishi va bu haqda ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lishi, o'g'il qizi bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'g'il qizlarini o'zi ona baribir erkaklarga bolalarni sog'lig'ini mukammal topshirib qo'yib bo'lmaydi, chunki erkak baribir bizga asosan o'sha pul topib kelish vazifasini, bizani boqish vazifasini bo'yniga olgan, sinchkovlikni, bolani sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni
sog'lig'ini, nafaqat bolasini sog'lig'i, o'zini sog'lig'i va turmush o'rtog'ini sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni albatta ayol kishini qo'lida bo'ladi. Men doim shunday deb o'ylayman, bu narsaga ayol mas'ul bo'ladi. Endi siz vrachsiz, siz endi qanday qaraysiz bilmayman. Misol uchun ko'pincha O'zbekistonda shunaqa vaziyat, chunki o'sha ayol kishi uy ishlari yoki bolalar o'qishlari yoki o'sha shifokorlarga borish, chunki erkaklar ko'p ishda. Endi ba'zi oilalar bor, hozir aksincha erkak kishi ham o'sha bolalarini olib kelib, ishdan qolib, ishdan ruxsat olib, tekshiruvdan o'tkazayotgan otalar ham ko'p. Endi bu oilalardan farq qiladi, lekin katta protsenti siz aytgandek bu bilan ko'proq onalar shug'ullanadi. Katta protsent emas, har bir oilada men o'ylashim bo'yicha ayol kishi baribir oilani sog'lig'ini kontrol qiladigan shaxs bo'ladi. Chunki bolalarni quchoqlaydi, o'padi, temperaturasi oshgan bo'lsa ham birinchi ona biladi, dada bilmaydi. Ovqatlantiradi, nima ovqat yoqishi, nima yoqmasligi, bolani holati cho'miltiradi. Misol uchun qizini ham, o'g'lini ham baribir ayol kishi cho'miltiradi. Cho'miltirganda ham o'sha hamma joyiga qarab, sog'lig'iga e'tiborli bo'lib, ertaga o'sha bolasini bepusht bo'lib qolmasligi, yeyotgan ovqatlariga, qilayotgan ishlariga e'tiborli bo'lish, hamma narsasi men o'ylayman baribir ayolning kontrolida bo'ladi. Erkak kishi ham mas'ul, yaxshi iqtisodiy tarafdan ta'minlab, olib borib, boshqa narsa qiladi, lekin to'g'ri erkak kishini o'rni, misol uchun ayol kishi 70% ni bo'yniga olsa, bunaqa joyda 30% hop erkak kishiniga qoladi deb o'ylaymiz. Hozir endi agar kommentariyalarda meni turmush o'rtog'im bunaqa emas deb yozishi mumkin, lekin baribir ayol kishi oilani anaqasi nima deydi, ichki muhitini biladigan bosh vazir ayol bo'ladi-da, to'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Elbek, rahmat bizga qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun, shuncha ma'lumotlar berganingiz uchun rahmat. Bilasiz, sizni birga o'qiganmiz Elbek bilan, aytib o'tmoqchiman, bular meni kursdoshim. Bizada byudjetga kirgan endokrinologiya sohasi bo'yicha eng yetakchi mutaxassislardan o'sha 19 ta odam ichidan birinchi o'rinda olib kirganlar mana shu shaxs bo'ladi. O'sha yerda ham patriot edi, Elbek ketdik, lekin ketmasdi. O'sha uchun bularga juda ham hurmatim baland. Ishlariga rivoj tilayman. Bundan ham yana martabalaringiz ulug' bo'lsin. Xalqaro o'rvindagi bolalar endokrinolog vrachi bo'ladilar. Rahmat Gulnoz opa, taklifingiz uchun avvalambor boshlagan mana shunday xalqimizni ilmiy bilimini, tibbiy saviyasini oshirishga hissa qo'shuvchi shu mana shu kontent ustida ishlayotganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Davom eting, bu millionlab insonlarga yetib borish kerak. Xalqimiz ham o'ziga foydali bo'lgan mana shunday tibbiy bilimni oshiruvchi ko'rsatuvlarga befarq bo'lmasligi kerak. Albatta har bir kishini sog'lig'i o'ziga bog'liq va uni tibbiy bilimiga juda ham bog'liq bo'ladi. O'sha tibbiy bilimni oshirishga o'z hissangizni qo'shayotgan ekansiz. Men faqat omad tilayman va taklifingiz uchun rahmat. Xalqimizga esa sog' bo'ling, doim atrofingizdagi oilangizdagilarni sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Kun rejimi, sog'lom ovqatlanish va zararli odatlarni tashlashga harakat qiling va bu oxirgi gapim, inson kishini baxtini 10 dan 9 qismi bu salomatlik bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz $1 million pulga ega bo'lishingiz mumkin, lekin bir yaqiningiz yoki o'zingizda bir bedavo dard bo'ladigan bo'lsa, u sizga baxt keltirmaydi. Pul baxt keltirmaydi degan joyini aynan shu bilan bog'lash mumkin. O'sha sog'liqni ehtiyot qiling va sog' salomat bo'linglar. Rahmat, sog' salomat bo'linglar, o'zlaringni avaylaylar, bolalaring sog'lig'iga e'tiborli bo'linglar. Va albatta bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Eng kerakli ma'lumotlar va eng to'g'ri ma'lumotlar bizning kanalimizda.